Bir odam kunduzida nima dedi? Ben bugun bir kechasi tahajjud o'qiyman dedi. Alloh taolo farishtalarga maqtanar ekan. O bandanmi qaranglar. 70 ming eshiklik, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xurumga suvchi bo'lyapti. O'qiyman dedi, xolos, hali o'qigan yo'q. Niyat qildi, umid qildi. O'qiyman dedi, xolosda. Kechqurun o'qisa-chi desa, Alloh taolo farishtalarga buyurar ekan, 70 ming eshiklik, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xur shuniki bo'ldi, muhrlab qo'yinglar. Hech kim ocholmadi. 2 rakat o'qisa bitta, 4 rakat o'qisa yana bitta. Yana 2 rakatdan 6 rakat o'qib qo'ysa-chi, 3 ta qasr berilyapti. İnsanlarda ba'zilarda jannati shunaqa bo'lar ekanki, qaragan odam bu dunyoga 2 barobar katta bo'lsa